Vaycan! Bu cahan neme degan qo'rqinchli? Neme degan qo'rqinchli? Tot! Köyдөр! Yuqab kelayotgan qo'rqinchda bezgakdek titrab jalaqlab. Yuragim qipidan chiqib shalaqlab ketdi. Davlatimiz bugungi kunni zaharli chekimliklarni tozalash kuni qilib bekitdi. Bayatdan biri qudratli qonunning to'ridan o'zimni qochirib, sisiq paypoqning ostiga o'zimni bosirib, men bir jafoda qechib qutuldim. Isming nima? Mening ismim Heroin. Enimning ismi Morfin. Yana bir ismim Kokain. Uyg'urcha ismim Kotnar. Balamning ismi Nasha. Çevremning ismi Ko'k Tamaka. Mana mening hozirgi muborak atalg'um. Ak Tamaka. Texi ba'zilar meni oq olvosdi deyishdi. Men jimi chekimliklarning cho'ng bir bo'g'isiman. Meni kimdir topsida chilim tatadiganlarmi oldirib chekinmaydi. Meni tapmaqingiz naytimi tas. Men oltindanmi qimmatliman. Zaga bozoriga berib oltin topalagingiz bilan mana meni topolmaysiz. Agar o'zlab so'rab kelib cheksangiz, o'zingizni ko'rasiz, arishda usul o'ynaydi, yeningizda parishda. Meni bir qitim chekishini qarshi elib ko'nglini xush qilaman. Qayt chekishining badanini yumshtib bo'sh qilaman. Çekmang deysa, onimay chekishining ota-onasidan ayirayman, ko'zini yosh qilaman. Pul vajidan ayirayman, o'zimni satqizaman. Eshak yatmaydigan bulun pushqoqni yatqizaman. Davomli chekishlarning go'shini so'mikidan, yig'ini bo'rikidan, ahlini mengsidan, xotin bolalarni navarsidan ayirayman. Men bir jafoda topgan iqtisodining ulini qo'layman. Saqchi baqiysi qirqi-qurg'i so'layman. Jamiyatimizda bir qism vijdonsiz kishilar meni ko'tirib surib elib satdi. Ular oz to'la foydanimi topdi. Hatta qo'ral ko'tirib manfaat uchun bir-birini gum qilib atdi. Ahirda tutilib qilib mishak mansiyab qorong'u zindonda yotdi. O'qul o'rnining tomiriga urib aydis kesilini topdi. Aydis kesilidek bu tugimas cho'q bir baloya ofatni erdan ayolga, onadan balaga, avloddan avlodga miros qoldirman. Hatta kichigimizdan bekib cho'qqigan ota-onangizni sig'inmagan bilan meni birdan ko'msangiz chidamaydigan holatga keltiraman. Meni chin yuragingizdan xohlasangiz, ro'yingizni arishda sayohat qildirib, paskina tiningizni vaylon do'zxiga tashlayman. Sapqiningizni cho'g'lashtirib, so'nikingizni kalla paqalchoq o'rnida ustlayman. Agar men bilan yaqin do'st bo'lishni xohlasangiz, pichoq tutmay odam o'ltiradigan, o'tqa tashlamay go'sht xo'rtalaydigan, nafsingizni siqib tilingizni maydangizga sangiltalaydigan, keygini ishdan qo'ymay oldi keyningizni changalatadigan hunarimni batihi. Jamiyatimizda mening misollarim nayt ko'p. Masalan, nurg'unlagan o'g'illar meni deb halokat yo'liga mangdi. Qisman qizlar iffat nunisini satdi. Puli tugaganda qo'michoqdek o'milab xor bo'lib yotdi. Yana ba'zi bir ishplos nejis ayollar narisida chiroyli qizlarni baholab satdi. Anladinglarmi? Ha? Anladinglarmi? Ularning chekini men emas. Ota-ona, aql-uqa, urug' tuqqan bola chaqalarining qon ko'z yeshi. Ey insonlar! Ey ulug' insonlar! Meni chekkan odamning oqibati jismining qandoq bo'ladiganligini, zodi qandoq bo'ladiganligini mana men hozirning o'zida sizlarga naq maydonda o'lgib ko'rsatib beray.
Mana. Meni üzüldürmey çekirasınız. Mana o'xshash o'ruq, iskilit shahqa aylanib qolasiz. Olvastı Xroin so'zib zahar tilini noz karashmi ilkida ishlatib ko'p yelini irodasiz yoshlarni behud qilib ozdirdi o'z qo'lida o'ziga ölüm göğü kazdırdı. Cangızamin şum eydiz. Çekimliktin tarqaldı. Qançılığan can tenni qiynab haru zar kıldı. Demek zehir çekimlik. Menbidur eydiznin düşmanı u mengüge sapdil oğul hem kızның. Şunu kızla yigitler esti tutup savaqni hali bulup illettin kadirleyli hayatni Xroinni eydisni cehennemgi qoğlayli güzel anı yurtni biz var tutaylı, qoğdaylı. Tut, küydür, yukarı! Vay can, ben bek kıynılıp